ey issiq bo'lib ketdi, yondiryapti, jazirama bo'ldi-ku deb noliydigan ayrimlar. Yoz qaynoq harorati bilan, qish qahratoni bilan go'zal. Bu qazoga qadar bizga bog'liq holat emasligini juda ham yaxshi biladiganlar ham oramizda ko'p, ammo mana shu issiqni muammo sifatida, fojia sifatida ko'rayotganlar ham yo'q emas. Ayni paytda Toshkentda soat 16:14. Bugun haqiqatan ham juda ham issiq, anomal issiq bo'lyapti. Hozir o'zim ko'chadaman, his qilyapman, lekin bu barchaning xabari bo'lsa kerak. Ayrim mintaqalarda kuzatilayotgan muammolar oldida muammo deyishga arzigulik holat emas va biz nolishga, qaysidir ma'noda norozichilik bildirishga haqli emasmiz. Barchaga go'zal sabr. Yozning jaziramasidan ham zavqlanish mumkin. Yaxshi kayfiyat eng avvalo.